O'zim musofir yurtdaman, ota-onam yaqinlarim Umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarda xizmat material orqali yuborsam qanaqa qulayliklari bor, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi? O'zim chet elda yurib turib onlayn to'lov qilsam bo'ladimi degan obunachilarimiz, xudo xolasa shu videomizni oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarda savollaringga xudo xolasa javob olishlaring mumkin. Videomizni boshidan bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimizni kuzatib borishlaring mumkin. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, bizni musofir yurtdan kuzatayotganlar bor. Ota-onam yaqinlarim Umra safariga jo'natmoqchiman. Onlayn to'lov qilsam bo'ladimi? Qachonga reyslar bor? Shart-sharoitlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarga xudo xolasa savollariga javob berib o'tasiz aka. Xo'p bo'ladi. Bemalol joylarni onlayn bron qilsalaring bo'laveradi. Bizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sertifikat qilib tashlab berish kerakmi? Chiroyli qilib tabriklash kerakmi? Hamma yo'lda chiroyli qilib tushuntirib o'rgatamiz. Onlayn bemalol joylarni bron qilsalaring bo'ladi. Mana masalan, go'gilar chet elda ishlaydi, ishlab kelib 2 kun uyda dam olib, keyin umraga ketmoqchiman deydiganlar uchun ham bemalol joylarni o'sha yerda turib, qayerda ishlasalaring o'sha yerda turib joylarni bron qilsalaring, biz hamma yo'llarni tayyorlab qo'yamiz. Biletlaringni ham, gostitsalaringni ham hamma yo'lda chiroyli qilib joylab, hamma yo'llarni zo'r qilib tayyor qilib qo'yamiz. Qandaydir pasportni o'zini tashlaysizlar, qizil pasportlaring bilan, jindakkina viza puliga zakolat tashlaysizlar, qolganini aeroportda to'laverasizlar, muammosi yo'q. Sizlar uchun biz hamma yo'lda o'zimiz ishlab, hamma yo'lda chiroyli qilib qo'yamiz. Kelib, 1-2 kun uyda dam olib, aeroportga borib uchib ketaverasizlar, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lganidan amalga oshirsa bo'lar ekanda, to'g'ri. Gap yo'q, zo'r mana. Endi qachonga reyslarimiz bor aka? Xo'p, qaysi chizlovlarga reyslarimiz bor deydiganlar uchun avgust oyiga reyslarimiz yangisi ochildi. Xudo xolasa, Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz kunlari, xo'p, 3-avgust kuni bor, 7-avgust, 10-avgust, 14, 17, 21, 24, 28, 31-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Buni narxini $995 qilib beramiz. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz avgust oyiga. Xudo xolasa zo'r. Bizga Toshkent bo'lmaydi, biz vodiydan uchmoqchimiz deydigan obunachilarimiz uchun Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qilib beramiz, xudo xolasa. Buni kunlari 3-avgust, 7-avgust, 10-avgust, 14-avgust, 17, 21, 24, 28, 31-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz narxlarini. Gap yo'q. Xudo xolasa. Xo'p, Toshkent-Jidda $995, Farg'ona-Jidda $1015. O'zlariga qulay bo'lgan joydan ketsa bo'lar ekanda, xolasa Toshkentdan ham ketsa bo'ladi, gap yo'q, zo'r. Endi sharoitlaring qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa o'sha yerga tushishadi. Endi lekin gastitsani ishlaydi, avtobus xizmati qo'yilgan. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga oladi. Xudo xolasa. Xo'p, endi 50 bosh xizmat qana bo'ladi deydiganlar uchun iloji boricha 50 boshimiz billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Bundan tashqari firma tomonidan kamzul, so'mka, bejik beriladi. Xo'p, keyin vizalarni ham iloji boricha qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Keyin qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sifatida xudo xolasa endi to'lovlar qana bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlar respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Xohlasalar ofisimizga kelib to'lov qilinglar. Hop, Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor ofislarimiz. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi ofislaring deydiganlar uchun shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. O'zimning nomerim, ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa joylarni onlayn bron qilishni o'zimiz chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Pasportlarni tashlab bersalaring bo'ldi. Qandaydir jindakkina zakolat summa tashlab berasizlar. Vizaga uni ag'ini qolganida aeroportda hisob-kitob qilaveramiz. O'zlariga qulay bo'lgan yo'lda bemalol to'lov qilsa bo'lar ekanda. O'sha aytib o'tishgandek, bitta qizil pasport tashlab bersalar, necha kishi bo'lsalar, hammalarini bitta qizil pasport tashlab qolsa, joylari ham biron qilib qo'yishadi, bilet, viza hamma narsani tayyorlab qo'yishadi. Sizlar borasizlar, uchib ketsalaring ham bo'ldi. Aytib o'tganlaridek, ya'ni to'lovni qolganini aeroportda to'lasalaring ham bo'ladi. Pastda Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari turibdi, bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa qanaqadir savollarga javob olishlaring mumkin. Videomizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Keyingi videolarda to'g'rilashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha